Kapot. Tagiga bitta kirib o'tamiz mana. Akkumulyatorlar kattaligini. Oddiy katta mashinada 12 voltli akkumulyator bor. Bunda 24 voltli. Nima mashina bu? Punchi bahaybat bu. Saloni voy. Kattaligini. Sizlar alohida. Shunday katta mashina, pulti ham bor ekan-a. Kela eshiklar ochilar ekan ikkita tarafga, rulli multirul. Voy. Bu nima? Doston Hayt, gap bo'lishi mumkin emas. A9 modeldagi Mercedes-Benz mashinamiz ana Toshkent shahriga dastak qilib chiqarib olishga tayyorlanamiz. Bu mashinamiz 24 voltli bo'ladi. Mashinalar ichida eng kattalaridan bittasi. Ballonlar rezniy Yeva materialdan ishlangan. Oldi, orqa faralar shunaqa chiroyli bo'lib yonib turadi. Saloniga 10-12 yoshdan ikkita bola uchun mo'ljallangan komplektda zaryadka pultlari bo'ladi. Farzandiga, nabiralariga shunaqa chiroyli katta mashina olishni niyat qilgan bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, yetkazib beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar va assortimentlarni Telegram kanalimizda narxlari bilan kuzatishingiz mumkin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.